Assalomu alaykum, hurmatli haydovchilar. Avtomobilda bir ajralmas qismi bo'lgan asosiy narsasi bu faralari bo'ladi. Tungi yoritgich faralarimiz. Xo'p, juda ko'pchilik bizga aloqaga chiqib aytishadi, fikran so'rashadi. Y7 LED qo'ymoqchiman deydi. Zo'ri shu deb o'ylashadi yoki Tobes deb o'ylashadi. Adashasizlar, bizda yangilik bor. MX. Bu hozir sizlarga yonib qanaqa farq qilishini, keyin afzalliklarni tushuntirib o'tamiz. Xo'p, Y7 dan MX farqi anchagina aqlli, mana lampochkamiz ajraladi. Ertaga lampochka kuyadigan bo'lsa, alohida sotuvda bu lampochkamiz bor. Asosiy qimmat joyi bu lupas turadi. Ko'rdilaring farqini. Endi ikkinchi farqi hozir yonishini ko'ramiz sizlar bilan. Hozir Y7 lampochkamiz yonib turibdi, MX qo'shamiz. Farqini ko'ryapsizlarmi? Ikkovi bir xil liniyada turibdi, lekin yonishi mana anchagina aqlli, ikki xil. Bilinyaptimi? Biletimiz shu MX ni bileti bo'ladi. Hozir buni yoqib ko'rsatamiz sizlarga. Y7 faramiz bilinchli holatda turibdi, danni qilamiz. Danni holati. Endi bunga hozir biletni bilishni yoqamiz. Yoqamiz biletni. Ko'rdilaring farqini. Bilishni o'chiramiz, yoqamiz. Endi buni dannisini qo'shamiz. Bilishni qo'yamiz farani. Y7 zo'r deb yurganlarga shu videoni jo'natib qo'yasizlar. Xullas, ustanovkalari bilan H4'imiz bor. Buni H7'si ham bor. Amerikanga qo'yganlar uchun yoki Captiva'si borlar uchun Pilis 12'larga ham H7 tushadi bilasizlar. Biz MX'imiz sotuvda, biletini sotib, narx kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Hammasidan sotuvda bor.